Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Türkiye Cumhuriyetçi Hareket Partiyasının rəhbəri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reis namzatı Kemal Kılıçdaroğlu saylan vədisinin bir sübutida Türkiye'nin iqtisadi və strategilik önümünü texmi arttırdıqanlığını, Türk devletlerinin mənfəətini közləydiqanlığını, Türkiye'ni Xitayga bağlaydigan, Türk Cumhuriyetlerini Avrupaga tutaştıradigan İpek yolunu qo'llaydiganligini aytib, Xitayning bir balvoq bir yo'l qurilishini texmi mustahkamlashiga ovoz qo'shadiganligini ifodalagan va yana Xitoydan Turkistondagi zulmni to'xtatishni talab qiladiganligini aytgan. Davlatimizning ismi Sharq Turkiston kalimasini tilga ololmagan. Şinjan Uyghur Abdunum rayonu degan mustamlaka kalimasini qo'llanmagan. Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Bu proje aynı zamanda Çin adına büyük bir fırsat teşkil edeceği için Türkistan'a uyguladıkları zulmü durdurmaları ön şartlarımızdan biri olacak. Biz oradaki canımızı, kanımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Başministrimiz Salih Hudayar bununla Twitter'dan inkaz qaytırıp, hürmetlik Kemal Kılıçdaroğlu efendi, Almatı'dan manga yol Xitayga emas Şarq Türkistan'ның g'uljiga tutuşudu. Xitayning Şarq Türkistan'da yurgizayotgani odatdagi zulm emas, irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oldan iborat. Agar Şarq Türkistan haqida samimiy bo'lsangiz, Cumhuriyet Xalq Partiyasining rahbari bo'lish sifatingiz bilan Xitayning Şarq Türkistan'da yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblagan. Irqiy qirg'inchilik va Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qiladigan, Sharq Turkistonning mustaqilligini yangidan qo'lga keltirish tirishchanligini qo'llagan bir qonun loyihasini Turkiya Buyuk Millat Majlisida o'tirg'a qo'yishingiz kerak. Undaq bo'lmaganda va'dalaringiz Recep Tayyip Erdo'g'an va boshqa siyosiy rahbarlarning saxta va'dalariga o'xshab qoladi degan. Fransiya sotchilari 4 soda parcha sotquchining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq ekanligiga aloqador deloni tekshirishni to'xtatgan. Sotchilar 2021-yili Uniqlo va Zara'ning insoniyatga qarshi jinoyatga chetishliq ekanligini ko'rib chiqishga boshlagan ekan. 4-oyning 12-kuni taftish mahkamasi da'vogarlarga xat avatib, ularning arzdagi paketlarni sotlash huquqi bo'lmag'achqa tekshirishni to'xtatganligini aytgan. 4 moda gruppasining hammasi bu ayblashlarni rad qilgan. Başministrimiz Salih Hudayar Twitter hisobidan buningga inkos qaytirib, bu Emmanuel Macronning Xi Jinping bilan ko'rishishining natijasi. Fransiya bu da'vodan voz kechib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa, shundaqla majburiy emgak silish vahshiy qilmishiga ko'z yumishga davom qilib, majburiy emgakdan ishlangan mallarning Fransiyada sotilishiga yo'l qo'ydiganligini ochiq ifodaladi dedi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti Avstraliya, Janubiy Koreya, Yangi Zelandiyani o'z ichiga olgan Hind Tinch okeanidagi yaqin sheriklari bilan moslash uchun Yaponiyada aloqalash ishxonasi ochishni planlagan. Nikkei Asiya xabarlarining o'tgan chorshanba kunidagi xabariga qaraganda, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti 1-iyuldan 2-iyulgacha Litva poytaxti Vilniusda o'tkaziladigan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo davlat boshliqlari yig'inidan ilgari hamkorlik programmasi imzolamoqchi bo'lib, Yaponiya bilan tor hujumi, yangidan gullanayotgan va qalaymaqonchilik paydo qilish iqtidoriga ega texnikalarda o'rtaq maydon hosil qilish va saqt uchur harakatiga qarshi turish qatorliq sohalarda hamkorlikni kuchaytirishni qaror qilganligini bildirgan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bayonotchisi Oana Longasku 3-may kuni Nikkei Asiya gazetiga bergan bayonotida bizning qimmat qarashimiz, manfaatimiz, shundaqla Ukrainani qo'llash, mustabid hokimiyatlar paydo qilayotgan bexatarlik xirisini hal qilishga o'xshash qayg'ularimiz o'rtaq. Bizning sheriklik munosabatimiz kun sayin kuchayotadi degan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bultur e'lon qilgan strategik ideyasida Rossiya yanada ittifoqdoshlarning bexatarligiga eng muhim va bevosita tahdid bo'lsa-mu, Xitoyning Yevro-Atlantik okean bexatarligiga sistemli xiris elib kelganligini o'ttirg'a qo'ygan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti Hind Tinch okeanidagi yangi va hozirgi sheriklar bilan so'zlash orqali
hamkorlikni kuchaytirib, rayon halqigan xiris va o'rtaq bexatarlik manfaatiga taqobil turish to'g'risida qasam bergan. Xitoyning yomon niyatlik tor hujumi, strategiyasi, niyati va harbiy hozirliklari qatorliq jihatlarda ochiq bo'lmaganligini aytgan. Daniyaning Yaponiyada turishliq bosh elchisi Peter Taksujensen Nikki Asiyaga Xitoyning Yevropaning bexatarligiga ko'rsatilgan ta'siridan andish qilayotganligini, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bu rayondagi sheriklari bilan bo'lgan aloqani saqlab qolishning muhimligini aytgan. Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida bu oyda Hiroshimada G7 boshliqlar yig'ini o'tkazadigan bo'lib, Sharq Osiyoning bexatarlik muhitiga kuchli kirsiz tuyg'usi bilan qaraydiganligini aytgan. İnsan Haklarını Kuzatish Tashkilotining 4-may kunidagi xabariga qaraganda, İnsan Haklarını Kuzatish Tashkiloti atalmish Şinjandagi saqchilarning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarni terrorizm va shiddat paydo qilguvchi deb ayblaydigan 50 mingdan ortiq ko'p xil axborotga tayinib so'roqqa tortadiganligini aytgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu axborotning metasonliq ma'lumot qismini tekshirish orqali 2017 yildan 2018 yilgacha bo'lgan 9 oy ichida Urumchida 3.500.000 aholining 1.200.000 telefonini 11 million qatimdan ortiq tekshirgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining aloqador xodimlarining aytishicha, Xitoy telefonga Qur'on epi tushirganlarning telefonini tekshirish orqali Xitoy hukumatining kuzatish texnikasini qalaymaqon ishlatadiganligini isbotlagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tekshirish natijasida 1400 nafar Urumchi aholisining telefondagi saqchining tizimligiga mos keladigan 1000dan ortiq o'zgacha hujjatni bayqagan bo'lib, uning ichidagi 57%ning Qur'onning har bir surasini o'qishni o'z ichiga olgan islom dini materiallarida ko'rinadiganligini oshkorlagan. Bu tizimlikni 2019 yili Amerika axborot tashkiloti Intercept oshkorlagan bo'lib, Urumchi saqchilari 2015 yildan 2019 yilgacha kuzatib tutqun qilgan saqchi dokladlarini o'z ichiga oladigan 1600 dan ortiq sonliq ma'lumot jadvalining bir qismi ekan. Tajovuzchilarning qalamkashlari va kanoylari. Uyg'unish harakati o'liklar dunyosiga nisbatan hayotlik elib kelsa, tajovuzchilik dunyosiga nisbatan xatar va og'ir tahdid elib keladi. Mustamlika qilingan ellarda uyg'unish uchqunlari o'tirg'a chiqishga boshlagan hamon tajovuzchilar mustamlika qilingan millatlardan o'zlariga sodiq xizmat qiladigan qalamkashlarni, darvishlarni va har xil qiyofatdagi josuslarni yetishtirishga boshlaydi. Mustamlika ideyasini qabul qilgan qalamkashlar, kanoylar va chaparmanlar har zaman uyg'unish ideyalariga to'sqinlik qilishga urinib turdi hamda mustamlika qilingan millatlardagi erkinlik, mustaqillik, kimlik, adolat va qimmat qarash engini burumlashga yoki ojizlashtirishga yoki millatning diqqatini asosli masaladan boshqa tarafga burashga harakat qiladi. Mustamlika ideyasidagi qalamkashlar barmoqlarini, qalamlarini va tilini tajovuzchilarning planlari va fikrlarini bozorga solish uchun xizmatga soladi. Chunki tajovuzchilar o'zlarining planlarining oshkorlanib qolmasligi uchun o'zlariga vakolatan so'zlaydigan yoki yozadigan setilma qalamkashlarga muhtoj bo'ladi albatta. Mustamlikaga yo'liqqan har qanday bir millatda tajovuzchilarning manfaatlari va ideyalari uchun chakarchilik qilgan, ideyasi zararlangan va axloqi buzilgan qalamkash qurtlar tepilib turdi. Qalamkash qurtlar mustaqillik ideyasidagi siyosiy iqimlarni ojizlashtirish, sog'lom ideya egalariga qalpoq keydirish, ular haqida fitna ig'vo tepish orqali ish qilg'izmaslik, sog'lom harakatlarning e'tiborini tushirish hamda parchalashga urinish qatorliq ziyonli ishlarning hammasini qilishdan bosh tortmaydi. Cemiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yozmanlaridan o'zindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.